o'ylab o'tiribmiz, diqqat bo'pti. Qarangsa, gestik bo'p. Hozir gayinani aylanib kelyapmiz. To'g'risi, tinmasdan telefon murojaatchilar to'g'risi bo'sh vaqtni topish qiyin bo'lyapti. Kiyib olavering, Muhimi sog'lik. Xonadonga borgandan keyin murojaatini o'rganib, keyin sudga o'tiladimi? Assalomu alaykum. Bugungi qahramon loyihasining navbatdagi sonini siz ayni paytda tomosha qilyapsiz va bizning bugungi suhbatdoshimiz aynan mana shu Dilobod mahallasi profilaktik inspektor bo'ladi. Ma'lumot o'rnida aytamiz, bugungi ko'rsatuvimiz o'zgacha formatda bo'ladi. Tomosha qiling. Hozir shu mashg'ulot qilasizlar. Mana bu yerda qurilish bitmagan bino bor. Shu yoqqa kirasizlar, shu yerda qaraysizlar. Sen shu yerda mahalla aylanib chiqasan, xo'p? Fuqarolardan ariza tushyapti-da. Nega degan bolalar maktabdan kelib olsa, daydaylar tashlayapti. Yaxshi emas bu narsa. Kimga anaqa vaqtimizga mana vakil kelib qoldi, ishimizga yengil ketyapti hozirda. Nega degan o'ylab o'tiribmiz, diqqat bo'pti. Qarangsa, gestik bo'p. Hozir gayinani aylanib kelyapmiz. Ishini boshqa. Ko'rganimizdan shuymiz. Turgan mashinalarni, hali 40 yildan beri turgan mashinalarni mana inspektor xodim bilan birga 100 marta aytganmiz, hali ham turibdi. Kechagina fuqarolardan murojaat kelib tushgan ekan, ya'ni dayditlar ko'payganlik to'g'risida mahallaga. Ayni shu jarayonni hozir muhokamasi bo'lib o'tyapti. Bevosita kuzatib boramiz. Rahmat. Hozir birgalikda mahalla yetkaziligi bilan shu hududimizda joylashgan qurilish jarayoni ketayotgan joy bor, obyekt bor. Shu obyekt atroflarida o'sha dayditlarni choralarni ko'rish kerak. Ko'ryapsiz, ob-havo juda noqulay, qor yog'yapti, lekin shunga qaramasdan barcha fidoyilik bilan o'z ishini bajarishyapti. Qolaversa, mana bunday maxsus texnikalar, avtomashinalar yetib kelgan. Hozir profilaktik inspektorning suhbat tortishga harakat qilamiz. To'g'risi, tinmasdan telefon murojaatchilar to'g'risi bo'sh vaqtni topish qiyin bo'lyapti. Ulug'bek aka, ikki oq suhbatlashib ketaverdik. Hozir qayerga ketamiz? Biz hozir o'zimiz hududimizda joylashgan o'sha hozirgi bitish jarayonida bo'layotgan o'sha qarovsiz qolib ketgan obyektga ketyapmiz. Fuqaro murojaati dayditlar o'sha yerda bo'lishi mumkin. Dayditlar shu joyda fuqaroning aytishiga qaraganda kecha o'sha bog'chadan qaytayotgan vaqtida farzandiga o'sha dayditlar tashlanganligi haqida murojaat qilgan. Bu to'g'risida hozir tegishli xodimlarga murojaat qildik. Mana keldi, shu bo'yicha hozir aniqlik kiritmoqchimiz. E'tibor beryapman. Hozir suhbatlashib turganda ham rahbarlar bilan trimsiz telefon bo'lyapti, sizga topshiriqlar, qanaqadir murojaatlar kelib tushyapti. Juda tig'iz ekan ish grafikingiz. Hududimizda 5294 ta fuqaro, 32 ta ko'p qavatli uy, 24 ta xonadon kottejlardan iborat bo'lib, biz fuqarolarimiz endi asosan keldi-ketdi jarayoni juda ko'p bo'ladi bizda. Mehmonlar ko'p keladi. Bizning hududimizda o'sha bitta maktab, ikkita bog'cha, MUH yaqinda ochilgan xususiy institut ochilgan. Shu bo'yicha ham juda keldi-ketdi juda ko'p bo'ladi. Shu bo'yicha endi fuqarolar turli xil murojaatlar bilan chiqadi bizga. Hozirda shu bo'yicha ish olib boryapmiz. Asosan mana kechagi muhtaram prezidentimizni selektorlaridan keyin bizga bu shijoat bag'ishladi. Biz juda xursand bo'ldik chiqarilgan. Profilaktik inspektorlari juda katta borasida alohida bir fikrlar bildirildi kecha. Juda katta yangiliklar biz uchun bir xursandchilik bo'ldi. Har bir murojaatni o'sha prezidentimiz aytganday nafaqat 102 raqamiga to'g'ridan to'g'ri qilingan murojaat ham bu 102 ga tenglashtirilsin degan topshiriq berdilar. Misol uchun bu kechagi murojaatimiz ham Dilobod gruppasiga tushgan murojaat. Shu bo'yicha mana chaqirtirib tegishli xodimlar bilan birga ish olib boryapmiz. Kiyib olavering, Muhimi sog'lik. Muhimi sog'lik. Qor bo'lsa, yomg'ir bo'lsa ham ish o'z o'rnida ketaverar ekanda. O'z o'rnida ketadi. Bizda bu qor, yomg'ir, kun degan narsa yo'q. Fuqarolarning xavfsizligi, tinchlik uchun jamoat xavfsizligini ta'minlashimiz kerak. Assalomu alaykum. Ko'rsatsangiz hozir borib, qayda nima bo'lgan, nechida qanaqa holat bo'ldi? Uchta kichik birdaniga anaqa qilib chopib kelib ishlayman dedi. Kitga haydadim. Oxiri keyin to'g'ridagi qotillar bilan ketdik. Keyin gruppaga yozib qo'ydingizmi? Gruppaga yozdim. Mahalla o'zining gruppasi.
keyin yozib qo'ydim. Shu bilan telefon qilishdi keyin uchastkovoylar. Bo'ldi, hozir mana maxsus gruppalar kelishgan, o'sha karantin bo'yicha ichki ishlardan qolaversa o'sha daydi itlarni tutish bo'yicha mas'ul xodimlar kelishgan hokimiyatdan. Hozir ishlanadi. Bir kun o'zimni ham shunaqa quvlagan, yuragim mana shunday o'ynadi. Nima debdi? Yotadigan Mana bu joyi bormi? musirka bu mana. O'rtada bitmay qolgansidan Mana bizdan anchida bo'lishi mumkin, значит. Juda ham ko'p holat bo'ladi mana shunaqaga. Bo'lsa borib ko'ramiz shu joyga. To'g'ri bo'ladi debmi? Mana bu havoda. Ha, shunaqa begona joylarda, Ha, mana shunaqa Tashlandiq begona joylarda. tashlandiq joylarda bular o'rashmaydi mana bunaqa joylarni. Ochuv yotadi tiylari. Kirishga imkoniyat bor-da ularga kirishga. Chunki ochuv hamma yoq. Daydi itlar o'rlashib yurgan ekan shu atrofda. O'ralashyapti, faqat kechqurun kirib chiqadi, quvib yuboramiz shu. Bo'ldi. Ha, faqat kechqurun-a? Kechqurun kiryapti, kunduz kuni yo'q lekin. Chiqmadi itlar bu yerda. Itlar chiqmadi aka, hozirgi 17-18-domlar atrofini aylanib turinglar. Biz hozir boshqa murojaat bor, shu murojaat bo'yicha borib kelay. Agar qanaqadir holat aniqlansa, qo'ng'iroq qilsangiz aka yetib kelaman. Bo'ldi. Tirbandlik yuzaga kelgan. Shu bo'yicha hozir inodan biriktirilgan mas'ul xodim tomonidan ko'maklashilgan holatda hozirda zinak o'rnatish jarayoni ketyapti. Yo'q, o'sha jarayonni ko'rsak bo'ladi. Ha, jarayonni ko'rsak bo'ladi hozirda. Qanaqa yo'l belgi o'rnatilyapti? Murojaat kelib tushgan fuqarolarga nima bo'lgan? Fuqarolarda murojaat tushgan, korxonada murojaat tushgan. 327 zaprishyoz znak qo'yildi, moshinlar qo'yilmas uchun. Endi hozir moshinlar ko'p yura olmayotdi, endi bemalol yuradi. Qo'ymaydi desdan keyin. Ha. Shuning uchun, ha? Rahmat. Hurmatli haydovchilar, maktab oldlarida hushyorlikni oshirgan holatda barcha yo'l qoidasiga e'tibor bergan holatda o'tishni tavsiya etib qolamiz. Ko'rib turganingizdek, profilaktika inspektori mana shu tirbandlikni oldini olish bo'yicha bir qator ishlarni amalga oshiryapti. Bu yo'l patrul xizmatining ishi, bu meni ishim emas degan bir fikrdan yiroq holatda o'z vazifasini sidqi dildan bajarayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Qor yog'yapti, ob-havo juda ham sovuq, lekin shunga qaramasdan barcha ichki ishlar organlari xodimlari o'z ish faoliyatlarini olib borishyapti. Ayni mana shu ko'p qavatli xonadonlarning biridan murojaat kelib tushgan ekan profilaktika inspektoriga to'g'ridan-to'g'ri. Mana shu murojaatni birgalikda hozir o'rganamiz. Mahalliy yetkazuvchilik bilan Sudga borish kerakmi? Sudga borib kelish kerak. Bo'ldi, bo'lsin, xonadonga borgandan keyin murojaatini o'rganib, keyin sudga o'tiladimi? Sudga boramiz. Sudga materiallarimiz bor. Sekroq. Sudga materiallar birgacha olib borishimiz kerak edi. Olib borib tashlab kelsak. Bular endi qoladi. U fuqaroni murojaati qanaqa ekan? Tasvirga olishga o'zi ruxsat bermadi uchun biz ham tasvirga olib o'tirmadik. Fuqaroni endi murojaati oilaviy bo'lganligi uchun o'zi xohlamadi. Shu uchun endi kirdim, tegishli hujjatlar o'sha ko'rsatmalarini oldik. Endi bu bo'yicha ish olib boramiz. O'shaning uchun xohlamadi. Hozir endi ish jarayonida ikki tomonni chaqirib, suhbatlashib, holatga oydinlik kiritib, oxirgi natijaga erishamiz. Undan tashqari mana yaqindagina ishlab chiqildi Ichki ishlar vazirligi tomonidan mening inspektorim ilovasi. Bu ham anchagina qo'l kelgan. Mening inspektorim ilovasi bu juda samarali o'rin beryapti. Hozirgi kunda o'sha fuqarolarimizni 30-40% mening inspektorimga ulab bo'ldik. Qolgan ulash jarayoni davom etib kelyapti. Bu aholiga juda qulaylik yaratildi. Chekirib borganda mahalla yetiligi, vazirliklar, yangiliklar, murojaatlar hammasi onlayn. Eng muhimi o'sha yordam tugmachasini bosganda eng yaqin hududda bo'lgan profilaktika inspektoriga signal kelishi va o'sha profilaktika inspektori ularga aloqaga chiqishi, lokatsiya orqali ko'rinib turishigacha shu yengilliklar ko'rsatib o'tilgan shu qulaylik tomonlari ilovada. 91-xonadonda muqaddam sudlangan. Hozirgi kunda provatsiya bo'limiga bormaganligi sababli majburiy keltirish chiqarib berilgan. Shunda birga ishtirok etsangiz yaxshi bo'lardi. Birgalikda xudo xolasa qatnashib, bu nima sababdan bo'lmayotganligi yoki qanaqadir jiddiy sababi bormi yo'qmi biz aniqlik kiritamiz. Xudo xolasa ikkalamiz birgalikda ishlaymiz.
profilaktik inspektori bilan hamkorlikda fuqarolar murojaatlarini o'rganib, hozir Dilobod mahallasiga keldik. Bu yerda hozir mahalla raisi va boshqa mas'ullar bilan birgalikda qilinadigan rejalarni birgalikda tuzishyapti. Kecha selektor yig'ilishida qoniqqan joyim meni masalan prezidentimiz uchastka inspektorlari ertalabdan mahalladan boshlashni aytdi. Bu bizga eng kerakli narsa edi. Chunki ertalab yig'ilish yo Gomda yoki bo'lmasa Rovudida bo'lardi-da, bular. Keyin 10-11 gacha qolib ketar o'ta yig'ilishda. Mana shu uzilish bor edi. Rais bilan uchastka inspektorining orasida. Nega mahallada uchastka inspektorining rais yakalasi bog'liq ishi. Chambarchas bog'liq. Chunki bir ish bo'ladiki, uchastka inspektorini birga qilish kerak bo'ladi. Yoki bo'lmasa bu ish kundan ketayotgan bo'lsa rais kerak bo'ladi. Shuning uchun bu yerda rais bilan uchastka inspektori uzilish kerak emas. Juda qoyil qoldim mana ertalab ham kechqurun yig'ilishda o'tkazmalar inspektor mahallada bo'lsin degani bizga bosh ustiga bo'ldi-da. Anchadan beri kutib yurgandik bu narsani, oxiri erishdik shunga. Aytib qolardim, menga fuqarolarga shu ko'p qavat uylardagi shu uylarni iloji boricha yopib yursa, o'ziga xavfsizligi ta'minlangan bo'ladi. Shu yerda mulk yo'qolishi mumkin, boshqa odam, begona odam kirishi mumkin. Shu oldin olingan bo'lardi. Asosiy maqsad. Asosiy maqsad shu jinoyatchilikni oldini olish, shu mahallada farovonligini yuksaltirish, bu yerda jinoyatdan xoli hudud qilish mahallada. Maqsadimiz shu. Ushbu mahallada respublika ishchi guruhi ham tashkil qilingan, ular bilan ham hamkorlikda tizimli ishlar amalga oshirilayotganligiga guvoh bo'ldik. Azizlar, profilaktik inspektorining ish faoliyati bilan siz ko'rsatuvimiz orqali tanishdingiz, guvohi bo'ldingiz. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling, omon bo'ling.